Abdülmük ha? Abdülmük ha? Abdülmük ham chaqir, Abdülmük hamni. Chiq. Oning bo'ldim uka. Yumor aytayotganimni sen tushunimsa? O'tdan so'rin kelsin baka. Qanda? Adam bolasimi o ya bu? Oning bo'ldi uka. Nukko, ishveka. Bay degan gaplarni sen tushunmadingmi? Voy, qarsam ham kuldim, ham kul qo'ydimku. Vazkam sen kul qo'ysang bo'lmadimi? Mana. Voy, to'xtab tur aka. Buychu, mana ikkimizni tilli deyadi. Ikkimizni tillidimi? Tillidi. Nimda tillidi? Bir vaqtida bunda qalasam, ma adam shanmaqan gapni bilalaqay, uchi egilib ketgan, oshqozon so'zilib ketgan deb men davla ketdi. To'g'rini qilib aqo, moshkimiz qalab, xir kulib teliqib qoldi. Ma'qul xiyolda biz yejimini bilmaydi, bizni zangli qilgan gap bu. Piyini ketibam. To'xta, aldirma. Ayada adamji, ayad urib ketsak shak turdi. Buni tortib chiqib, mishadi dabsab, xemidayli qilmoqmaylimi? To'xtab turibkan birdan meyda. Mana adash. Mana. Vot. Bilak gash mana. Jimtra. Midirma jim tur. Ha. Endi qilay gapingni. Nima gapni? Isming nima sening? Beybulla. Haq akil tipimda abay deb chaqirdi. Kim bildi? Qaliksa. Ama suydingda tug'ilgan 97 kunlik o'g'ilda suyding sal kichik kelib qolib. Keldim Urumchiga. Adam bolasimi yo sen? Adam balası olmayman be. Adamning balası emas, qiziqmi? Nima bo'ldi? Mashkimiz nimda tillidi? Men nima deb tillayman? Men ota-onamni bir ko'cha turib boqmagan maqasini tillamdimmi? Hayatın so'rinda adam tushunmagan gapni tillaysan, ham tillab haqini. Abim yumur so'zildim men, sen xato tushunyapsan. Yumor? Menda qilla balangza. Abay so'rinda degan yumorlaringni amin men qayta deysadigina. Bizni tilladingmi, tillamadingmi, inim bilan ikimiz ayirib olamiz. Qanday dedim uka? Rost gap qilding. Boshlig'ini. Bukoda deb tillayman men sizlarni bukoda. Ma'g'uyning quliqin kim bu dedmi hali? Piyingni ketib, piyingni. To'xta. Bu nasiga o'xshayotgan ekanligini u. Buning da qachon paymi yo'q. Endi gizay. Qarabka. Mashkimiz var-ku, yumur nima, tillash nima oldan bilibmiz. Sen bayatın az so'rni degan gapingni mishadi deb, ma o'rtog'alarni kuldiralisang, yaxshi alag'ani olib qolamiz. Agar rostli tillagan bo'lsang, akamni ko'rdingmi? Ko'rdim. Reyim qon desa, yig'layotgan boboqni shu man uxlaydi. Akam jeningdan juda qildi. Jening o'tiramsa, yumurg'imi? O'lisha. To'g'ri bir shukurimni uchrab qoldim. Bir ikki yumur so'zlab bir kulib maldim deb qizitanglaydim men. Bundan sonra anlanacağım ama yumurni. Yeliyan adam tillaydigan ish qilib. Shunda bir xasis ballar pul so'rasa og'zini buzib tillab uradigan bir odam bor ekan. Bir kuni bularning uyiga mehmon kelib, shu mehmonlarni kutib tursa 8-9 yoshga kirgan balasi kelib. Dada 5 ko'y pul yura, molim 5 ko'y kelinglar deganti. Desa, ochib kelib uray desa, ayada mehmonlar bor, chandamaylar. Ko'p ko'y dedingmi? Nima qilding shu ko'yni? Shu ko'y versam yetmamda. İşte biz ko'yni 5 mo'lchanli qaytirib deyjimi? Degidek. Bu emas. Bizni tillaganni da, bizni tillaganni. Shuni de. Bo'lsinda o'tib. Ma'qul. Shunlar bir kuni efendimning tuyuqsizlar jamoatdan so'rabdi. Jamoat, mening nima deydigimni bilamsizlar? Jamoat bilmaymiz deb bilmasang deyishning o'rni yo'q dedi. Ketdi. İkinci kuni so'rabdi. Jamoat, mening nima deydigimni bilamsizlar? Bilmaymiz deb bilsang deyishning texnik o'rni yo'q deb yana chiqdi. Üçüncü kuni jamoat maslahatlashib oldi ekan. Degandek yana efendim jamoat mening nima deydigimni bilamsizlar? Yerimiz bilmaymiz deb keldi, siz bildiganlar bilmaydiganlar deb turing deb yana chiqib ketdi. Nima bilmaysizlar? Ka. Mushuma. Bu emas. Elak odam tushunmagan bir davud o'tding-ku, shundimamsa? 10 mingdek umr so'ziga tuz qolsin deb aytgandi. Duttachi naqsh etib qo'ygandan keyin birini deding, shundigina. Ma'qul.
Bir gün şuna bir çıgırı yolda 13 yaşlık bir bala bilan 11 yaşlık bir bala chiqishimda ketib baqdikda o'qitganda bu ikisi keyin bir ko'ribdi. Da ketib berib 13 yaşlık bala 10 yaş ikisining mo'risiga bunda qilgidek. Qiziq a? Ey, maaşkimizni ahmoq qilib o'tamsiz? Yo'q, ahmoq qilmadim men. Ahmoq qilmasang bayatın ayat degan alik nima? Ichi yigilib ketgan, oshqozon so'zilib ketganda bilmaydi deding-ku. Tushundim sen? Ya bu bir chaqchaqning yangi bir shakli bu. Taqtiqi deymiz u degan bir yangi uslub. Ya uslub? Ha. Ya kimsini mashkimizni tillab uslub yaratdi de balangizlar. Ya men hech kimni tilmida bunday bo'lsa men deb beraysam quloqni dil tutib anglanajma yana bitta adam tillab ko'radigan shunmi so'z. Degina. Shuning bilan endi bir yog'och masalasi bati bu yog'och masalasini tildiramay aron tildirib yetib uning keyindan uyiga kelolmay shunda japad uyiga akib olgan. Endi buni nimaga ishlatish kerak uyiga aka qo'ydi? Ha adolat uchun ishlatay desam, ombur deganni aytgan choy ichishdan boshqa nimaga ishlatgani bo'lmaydi. To'xta. Men eng yaxshisi bug'doylarimga kombayn salay. Agar tuyib qolsa, va chopiningning rangi chopinimga o'xshagan tutmay shapqatdimi? Endi bir haqiqatan navasamay choy ichganga mas'ul ketmaysiz. Ham ketmaysiz deganim qunib qiling deganim emas. Mening maqsadim endi uy sanmoqchi bo'lsangiz, boshda uyingizni to'liq bitirib olib, uning kendi ulug'i yog'och chiqarib bo'ri silvasangiz, yatigidan qayam qo'yib qolsa uyingizga o'tmaydi. Senmi u japulni o'tkazimi deb japa tatib qolsa, shuning uchun bolalarim cho'ng bo'lganda japa tatib qolmasa so'ransang, yaxshi tarbiyalab oliy maktablarda o'qitgan. Shu chaqda boshqalarni ta'sirlab aksiz ko'payib o'qitdi. Men shunda işte baqqandan baqmaga yaxshi kayda qildim. Uni da yaxshi qilib Remitxondan birini ichib, tomoqning sutini yaxshilik qilsang, kim seni taksichilik qilmadi deydi? 70 milyon pulim bor, 90 milyon pulim bor deb bir yetimning beshini silamsan, sen ustimaylamchi bo'lamaysan. Albatta. Yasash kerak. Rahmat. Elish kerak. Ağanda gilamning yaxshisini elish kerak. Vaqtidanmisan, ertayazda qayamg'ula erib uydan kompyuterdan ish chiqadi. Ish chiqadi, endi ishlatib qolsa, ishlaysa, agar ishlatmay qolsa, cho'nglarga avatib qo'ysang, pishqishtiga ama asqatirgan nima emasmi? Agar asqatmay qolsa, otaliq burchini ata qilib, chiroyli to'yini qilib qo'y. Oningda sen chilg'an saydan mahsulot ola olaysa, pishish qumga tushguningni bekavlab ketmaydi. Mana mushalik yo'ruqlik, qorong'ulikdan sal yo'ruq ko'ringandek, bu cho'ng dadamdan sal cho'ng ko'rindi. Ya men shunda tuylamdi ya dadam dasida uylamdi, uning keldi men Lushaxonaga dassimidim. Agar men rost dassigan bo'lsam, uni badlik bilan putimdan iz chiqib qolmamda. Holati ishtandan biroqli qolgan, biroq cho'nglar ansirma, biz o'tkazib qo'yamiz deb ishtanni turib oyog'ini silib o'tib, o'stangdan opash qilib o'tkazib qo'ydi. Go'shtni o'tkazib qo'ydik, kavobni kim pishirdi deb aytdi, tuyuqsiz cho'nqur sarab ketdi. Bu vaqtlarlik cho'nqur yangi chiqqan. Çoğanqur bala, çoğanqurumla haq köymey qalmasın deb, paltolarni ishtonning ichiga tiqib o'tib ketgan vaqt bo'lg'achqa, bir parcha rasm tushunchilik testi. Rahmat. Ammo haqiq irodang bo'lsa, qanchalik tik bo'lsin tushalaysan. Ammo shu yomon qiziqga tushamayman. Desang, satrashni qishiga qolsan, chechini tushirib qo'yadi. Qo'ygan vaqtida ko'rib olsan, kinoning mazmunini do'stlaringga deb beratsan. Sen deb bilmasang, do'stlaring imtihonda layoqatsiz bo'lib qoldi. O'ylab bakınla bu layoqatsiz seninga o'ydiga xatarlik, shuna yuqori besimliq to'ksinbayaga yaqinmi bormayman. Chunki yaqin bo'lsang, ishtiganning yuzi chiqvana saydan tishlab qo'yam degan deb o'ylayman. Lekin meni o'ylaganimdek bo'lmadi. Aksiga o'tib nonni yiqib bo'lolmagan. Voy, bo'lamidi deb plan marvuga biz bez doktorxonasiga olsak, doktor menda ko'rib, men menda uzun chashni yasamayman. Endi siz haqiq yasatdingiz bo'lsa, zaygoxonaga olsangiz, uzukni sizga yarig'idaq yasab berdi. Endi men yasay desam, yo'l yasash deganga nurg'un pul ketadi, vaqt ketadi. Men mashina buzilib qolsa, yuz bozorga olib yasdim emasmi deb bu yana o'ylab, bu yog'ochni tekshirtirgan yana tayini yo'qkan, eng yaxshi ombar uyga besib qo'yib turay dedim-ku. Rahmat. Ya saramchan qo'pa. Jahonga yuk ofatning yiltizi deysiz. Ya tugidimi? Tugidi. Aka, yakala. Mavu tuluqli kalladan ketganim ekan bu. Masordan ketib atmaydim. Birdan toptirafka, ha? Esa mega kelam. Ramana. Meda tiram edi.
Men de jim turjuma midirma. Jim turdum. Ma rayondan chiqatmay qo'yma. Chiqatsang bilsang-ku, o'sha jim tur. Ma'qul. Ha. Men demakchi, men endi bu yerda menimda tutyapman ben. Ha. Men sana bir yer gap qilay ya. Men bugun qarasam bir qo'shiq qiningdan kechaydigina. Ketmamsan. Kapının qani. Hey, Metiha ağinimdeki taki gitar çalıp akşetmedi ya, ne gitme? Gitar? Ha? Sen gitar çala alamsan? Onun için çalımı. Hey, senin ma çırayın gitar çalakan çıray mı? Ya Füken bu gitarın çırayı çalmaydı mı? Koldu çalıdı. Hey, ma inimni ko'rding mi? Köydü. Ma inim dayın kelpindim bağı gitar çalıdı deb akeldik men balangsa. Füken. Ama sana nima gitar ha? Sen mi gitar çalalım Füken? Çala alamsa? He. Flamingo deb anlagan mı? Flamingo anlamatken kelpilik balı mı? Hey, flamingoni bilmey turib gitar çalamsak sen ey. Akilaya gitarını. Yaxshi angla ha? Ma'qul. Bugun bor. Ma'qul. Fukam yangzang ulan ha. İzakna biriştin. WCOM if serious. Üçüncü bina, altıncı korpus. Alamet çaldın Fukam. Yakışıldı ki he? Yakışıldı ki. Endi ben... Ege. Nega? Sorun var. Hey, gitar tutun sen. Tutun mu? Çalayım şeyde. Çalalım demiş. Çalayım. Çalayım. Tamam. Beraber. Barbat mıydı, sarısak mıydı, çiçekleri uklat mıydı, çiçekleri uklat mıydı? Ya kerimişmiş karanı ködüreyim, kanı ködün mü? Abaragum, abaragum. Alametler yangzang vakatda. Bak. Tanrımsı, Tanrımsı, Ebmürzül, Özki ay, saklap dur, Baray, yatlargay, sır vermeyimiz yatlargay, yatma kalsın otlargay. Alamet. Burası, değil mi? Rolling. Spisi. Ubuti. Dur. Rami. Патрушка. Спасибо. Alamet çaldın cümle arkadaşlar. Yangzang vakatda. Aka, mavağı hazır bütün velosipedin materyalini dep tuttum ağı. Qanda deysa Fukam ha? Rol edigini velosipedin roli.
İlgari degan velosipedning ilgari. Obot degan bu choqning o'qi, spisi degan bu choqning simi, patroshka degan bu choqning kameri. Lekin spasiva velosipedning nariki uni men bilmadim. Spasiba degan shu ruscha gap, rahmat degan gap endi. Qiziqchilik bunda. Ya addaş. Bat deganda berib ana oqshomda mo'nglib muhabbatni o'ylab o'tasam, velosiped itmading degana menga. Qaqsa qilib endi cho'g'ri. Qiziq bo'lsin. Men endi tug'ilgan kun naqshetraga vaqt bo'lib qolganda Tug'ilgan kun naqsi? Va sakrimsan ammada bilada buni jimtirasam yerda meklar. Ya mening va Uyg'urcha. Uyg'urcha? Inshaalloh paq bayram oldi bilan. O'sha chalamizmi? Chapaqa. Aman. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, to you. Yandan vakacımada. Shunday naqshini aytib, shunday naqshni anglab, men bu hali ruscha naqshiga uyg'urcha tekstil berib, uyg'urcha naqshini inglizcha tekstil berib, naqshidamizmi shunday? Mana biz vaqimda piyg'amimiz bilan xalq naqshlarini to'g'rilib ataqan bo'lsak, nima shunday nima naqshida? Xalq naqshi. Kila qulog'ni dahshat yanzan vakacımı. Ya qara Rim qon degan men shu odam. Odamki o'rinchida qandoshlarim. Ha? Bo'ldi, rahmat. Qanday? Bo'ldi, gap yo'q. Bitta, chiradosh. Kirib ya? Ha, kiriblar bir odam, ha? Ma'qul. Assalomu alaykum. Aka. Kelsa. Voy, sen yaxshi chalding. Ko'rishib qoldim. Mana. Ha? Hayotda ko'r saqlab tur. Voy, so'rim bor. Mana hayotda ko'r saqlab. Voy, so'rning. Qandaning bor? Mana addash. Men tugitib o'zimni bir nima. Bo'ldi.